Qo'y boqishga qiziqasiz, boqish uchun sharoitingiz bor, lekin nimadan boshlashni bilmayapsizlarmi? Unda bizning kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib boringlar. Biz sizlar uchun har doim qo'y boqish temasi bo'yicha maslahatlar beramiz. Sizlar bilan birgalikda noldan boshlab qo'y boqib ko'ryapmiz. Bu qo'ylarni olganimizga 25 kun bo'ldi. Полностью hamma narsani daskana tushuntirib ketyapmiz. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim foydali ma'lumotlarni shu yerdan topasizlar. Siz studentsiz, siz maktab bolasisiz, siz uy bekasisiz. Siz davlat ishlagan xodimsiz yoki qo'lingizdan bir ish kelmaydigan g'irt bekorchisiz. Sizga eng oson biznes yo'li bu qo'y boqish. Qo'y boqish deganlar juda ham oson va sodda ish. Payg'ambarlarning kasbi deyishadi, qo'y boqishi hech qachon urushdan qolmaydigan, daromadga yuqori bo'lgan kasblarning biri bu qo'y boqish. Qilishga ishingiz yo'q. Darsdan ortmaysiz, uyda bola chaqadan ortmaysiz, yoki davlat ishiga ertalab ketib, kechqurun qaytib kelasiz. Yana bir sarmoyani ko'paytirish uchun nimadir biznes qilmoqchimisiz? Hech qanaqa risk kerak emasmi sizga? Unda makina qo'chqorlarni boqib qo'ying. Shunday qo'chqorlarni kuniga 2 mahal e'tibor berib ham boqsangiz bo'ladi. Ko'p narsa talab qilmaydi. Eng katta talab qiladigan narsa e'tibor, mehr bo'ldi. Bu ham bir do'stga gap degarim. Harakat qilish kerak. Harakatdan hech qachon to'xtash kerak emas. Meni pulim yo'q, meni sarmoyam yo'q, ertaga qilaman, indinga qilaman deb cho'zib yuradigan bo'lsangiz, yuraverasiz. Harakatni bizning kanalga obuna bo'lishdan boshlang. Harakatni bitta dona qo'yga pul yig'ishdan boshlang. Pulingiz bor, qo'lingizdan kelmayaptimi? Shartda borib qo'yib yuboring. Tavakkal qiling, ko'rasiz, Alloh o'zi baraka beradi. O'zidan ko'payib, 1 yil ichida, 2 yil ichida sizga yaxshi daromad olib chiqadi. Pulim yo'q, imkonim yo'q deydigan bo'lsanglar, hech qachon imkon ham pul ham topa olmaysizlar. Kerak bo'lsa 2 million, 3 millionga kichkina qo'zicha olib beradi. O'shandan boshlasangiz ham sekin-sekin oborotga kirib olasiz. Sizga tez oborotga kiring deb maslahat bermayman. Sekin-sekin astalik bilan o'tib borasizlar. Bizning kanalni ko'rib borsanglar, kuzatib borsanglar, biz sizlardan 1 oy oldin o'tib olganmiz. 1 oy oldin qo'y boqishni boshladik. Hali ham kecha emas, boshlasangiz bo'ladi. Bizda bo'layotgan muammo, kamchilik, yo'nalish, foyda, zararlarni hammasini mana shu kanalda qo'yib boramiz. Mana shu kanalda sizlarga uzatib boramiz. Shundan sizlar xulosa chiqarib, to'g'ri tanlov qilsanglar bo'ladi. Kasallarni yengsanglar bo'ladi, ovqatlanish tartibini tutsanglar bo'ladi, qanaqa qo'chqor, qanaqa qo'y olish kerakligini bilsanglar bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'ldingizmi? Unda tabriklayman. Birinchi qadam boshladingiz.